hold so'zi bilan yasaladigan frazali fe'llarni ko'rib chiqamiz. Demak, hold va bir qancha prepositionlar keladi. Holdni o'zi ushlamoq bo'ladi va prepositionga qarab uni ma'nosi o'zgarib ketaveradi. Birinchisi hold on deydigan bo'lsak, hold on degani kutib tur degani. Masalan, sizni kimdadir gapingiz bor, u odam eshikdan chiqib ketyapti, sizga hech narsa demasdan, "Hey, hold on" desangiz bo'ladi. "Ey, kutib tur" degan. Yoki sizni ruxsatingizsiz nimangizgadir tegishmoqchi, masalan, telefoningizni borib olmoqchi. "Hey, hold on" deysiz. "Ey, kutib tur" degan. Yoki go'shagida ham gaplashguningizcha biroz kutib tur demoqchi bo'lsangiz, hold on desangiz bo'ladi. Ya'ni hold on deyildimi, o'sha odam sizga qaraydi va kutib turadi. Ana endi mana bu keyingi uchtasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hold off, hold up, hold over. Bularning hammasi biror bir tadbir bo'ladimi, konsert bo'ladimi, qanaqadir voqea bo'ladimi, uni ortga surmoq degan ma'noni bildiradi, kechiktirmoq. Ya'ni ingliz tilida postpone degan so'zimiz bor. Kechiktirmoq degan. Ko'pincha passive voice ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, konsert qoldirildi. The concert was passive voice bo'lgandan keyin mana buni o'tgan zamoni held bo'ladi, to'g'rimi? The concert was held off, held up, held over. Uchalasini ham ishlataversangiz bo'ladi. Yoki men kechiktirdim deb aytmoqchi bo'lsangiz, I held up the concert, I held over the concert, I held off the concert deb uchalasidan bittasini aytsangiz bo'ladi.